Salom meni azizlarim. Yana sizlar bilan diydorlashtirib qo'yganiga Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Xo'p, bugun endi uzr endi bahor bo'lib ishlar ko'payishni boshladi. Eski klientlarimiz xudo xohlasa yana ishlarni boshlashdi. Shuning uchun jinday ishim ko'payib qolib sizlar bilan bog'lanolmay qolyapman. Sizlarga video qilib chiqarish jicha qiyin bo'lib qolyapti. Shuning uchun bir haftalik o'chirim qilib qo'yamiz. Bugun 25-chi xudo xohlasa mart ekan. Menimcha shu 5 kunlik qilganimiz ma'qulroq. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Bugun 25, 26, 27, 28, 29, 30. 36 kun. Xo'p, 6 kunlik o'chirim qilamiz aka. Bismillah. Niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim, shifoli o'chirim bo'lsin. Niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim. Alloh shifoli qilsin o'chirimimizni. Bismillahirrohmanirrohim. 25, 26, 27, 28, 29, 30-martgacha. 30-martgacha xudo xohlasa. Hop, 25 bugun nimalar kutyapti bizni? Bugun biz uchun juda ham yaxshi kun, juda ham omadli kun. Tanlov qila olmasdan turganlar albatta tanlov qiladigan kun. Nimalarimiz hal bo'ladigan kun, muammolarimiz bugun hal bo'ladigan kun deb aytayapti. Juda ham yaxshi kun ekan. Xudo xohlasa muammolarimiz hal bo'ladi. Mir kartasi tushyapti. Hamma savolinglarga ha javob tushdi. Ha, ishim yurishadimi, manaqa bo'lamanmi, ishlarim manaqa yurishib ketadimi, men ishni boshlayman desangiz ha boshlayman. Har bitta savolingizga ha javob chiqyapti bugungi kunga. 25, 26-kunga qaytalanish deyapti. Sog'inch, farzand kutganlar, farzandli bo'lishi, yangiliklar olishi, yaxshi xush xabarlarni eshitishi, podarkalarni kelishi, balkim kimlarnidir tug'ilgan kunidir. Tug'ilgan kuniga sovg'alarni olishi deb aytayapti. Xursandchilik narsalarni kelishi hayotida yana sizni hayotingizda, sizni nimangizda yorqinlik deb aytayapti hayotingizda. Xudo xohlasa 26-kunga 27-martga kelib omadlarni kelishi, pullarni kelishi bor, barakalarni kelishi bor, nimadir ishingizni hal bo'lishi, sudebniy ishlaringiz, dokumentarniy ishlaringiz, shu narsalarda siz tomonga hal bo'lishi, sudebniy ishlaringiz shu 27-kunga bo'lsa, shu 27-kunda sudebniy ishlaringiz o'tishi deb aytayapti. Hal qiladigan ishlarni hal qiladigan kun ekan. Qanaqa dokumentarniy ishlaringiz bo'lsa, shularni hal bo'lishi deyapti. Hop, kutishda turganlar, anaqa kutib turganlar, nimanidir anaqasini kutganlar, ishda nimadadir to'xtalib qolganlar, xudo xohlasa yorug'likka chiqadigan kun deb aytayapti. 27-martga kelganda quyoshlarni porlab chiqishi, farzandlar dunyoga kelishi, balkim bir farzandli bo'lish, yangiliklar, xush xabarlar, kutishda turganlar kutayotgan narsangizni albatta shu kutgan narsangizga erishishingizni aytayapti. Xo'p. 29-martga kelganda bo'lsa, juda ham tinchlik, xotirjamlik kun deb aytayapti. Bir nima desam bo'ladi? Nimalarnidir hayotingizdan chiqib ketishi, balkim xotirjamlik, yaxshi kunni kelishi, bir diqqatchiliklar, siqilishlar bo'layotgan bo'lsa, bu narsalarni yo'qotilish deb aytayapti. Balkim bir hayotingizda bir nima rahna solib turgan narsalarni yo'qotilishi, ba'zi bir insonlarni bir hayotdan ketishi, albatta bu narsa bo'lmasin, hayotdan ketmasin, hech kim azador bo'lmasin, balkim shunaqa kun deb aytayapti. 29-martga shunaqa bir yo'qotilish kun deb aytayapti. Yaxshisini oling, yomonini koinotga qaytaring. Xo'p,
30-kunga sulhlar tuzilishi, balkim kelin olaman deganlar kelishishi, balkim kelin bilan kuyov ko'rishsa bir-biriga yoqib qolishi, balkim bir o'rtalarida bir munosabatlar tiklanmayotgan bo'lsa, bu munosabatlarda tiklanishi, kelishuvlar bo'lishi, barakalarni kelishi, bu kelishuvlarni orqasi xayrliligi, bu kelishuvlarni orqasidan bir yaxshi narsalar, daromadlar kelishi, bu kelishuvni orqasidan juda to'kin sochinlilarni bo'lishi, balkim ishingizdadir, balkim hayotingizdadir, shunaqa kelishuv bo'ladigan kun deb aytyapti. Hamma uchun shunaqa omadli, barakatli, yaxshi kun bo'lishini Allohdan so'raymiz. 30-mart kuni shunaqa kun deb aytyapti. Xo'p, yakka ochirim qilmoqchi bo'lganlar, albatta Telegram raqamimni yozib qo'ydim. Telefon qilmang, telefon ko'tarmayman. Bu nomerda telefonimiz ishlamaydi. Xullas shunaqa telefon emas, faqat Telegram ishlaydi. Plus 998 94lik 612 10. Albatta yakka ochirim qilmoqchi bo'lganlar telefon qilinglar, vaqtimga qarab albatta telefon raqamlaringizni olaman, javob beraman. Yozsanglar albatta yozganinglar ma'qulroq men uchun, chunki 24 soat ish bilan mashg'ul bo'lamiz. Manaqa qiladigan ishlarimiz bor. Hozir mana hammani ishlari bo'lyapti, qaytarma qilamiz, istamiz, kimlarnidir bir hayotida o'zgarishlarga harakat qilamiz. Avvalo Alloh, banda sababchi bo'lib shu narsalarni qilib shunaqa ish bilan o'tiraman. Vaqtim bo'lishiga albatta javob berib turaman. Hammalaringizni yaxshi ko'raman, sog'inib qolaman. Hammalaringiz uchun omadli, baxtli, barakatli kunlar bo'lishini so'rayman Allohdan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Albatta Telegram raqamlarda sizlarni murojaatlaringizni qabul qilishga harakat qilaman.